muhabbat o'zi nima? Bizning tushunchamiz muhabbat o'sha muzakkar jinsidagi insonni muannas jinsidagi insonga bo'lgan tuyg'ulari. Odamga bo'lgan his-tuyg'ularini muhabbat deydi. Mana bo'ydoqlar o'tiribdi, o'zicha kimnidir sevadi va buni muhabbat deb o'ylaydi. Va o'rta yoshdagilar turibdi, o'sha etapdan o'tib ketgan va u muhabbat emasligini tushunganlar. Muhabbat nima? Muhabbat siz bilan bizga kinoda ko'rsatayotgan narsa emas. Shoirlarni she'rini mavzusi yo'q, hofizlarni so'zlarini ma'nosi yo'q. Muhabbat bor, birodarlar. Haqiqiy muhabbat bu Alloh taologa nisbatan bo'lgan muhabbat. Qalb Allohga moyil bo'lishligi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mo'minmi? Allohni yaxshi ko'rishligi kerak.